Expert Media taqdim etadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning 10 ta odatlari. Bu odatlarga har bir musulmon rioya qilish kerak. Bundan inson nafaqat ruhiy, balki jismoniy va ma'naviy manfaat ham oladi. Payg'ambarimizning turmush tarzi va ta'limoti hayotning mukammal qonuniyati bo'lib, biz uchun qo'llanma vazifasini o'taydi. 10-odat: salomat va tetik bo'lish. Islomning 5 ustunidan 3 tasini bajarishni niyat qilgan har bir musulmon sog'lom va tetik bo'lishi lozim. 5 mahal namoz o'z holicha mashq bo'lib, butun badandagi mushak va bo'g'imlarning harakatini talab qiladi. Agarda roza tutmoqchi yoki haj ziyoratini bajarmoqchi bo'lsangiz, sog'ligingiz a'lo bo'lishi kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallam jismoniy mashqlarni bajarishni qat'iy tavsiya etganlar. Ota-onalar ham bolalarni jismoniy mashqlar qildirishsin deb tayinlagan edilar. Payg'ambarimiz bunday deganlar: farzandlaringizga suzish, kamondan o'q uzish va ot minishni o'rgating. 9-odat: roza tutish. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, nafaqat taom, balki taomlanish vaqti ham qonuniyat bo'lib, sog'liqqa ta'sir qiladi. Payg'ambarimiz nafaqat Ramazon paytida, balki muntazam roza tutganlar. U kishi har dushanba va payshanba, shuningdek Muslim taqvimining 13, 14 va 15 kunlari roza tutganlar. Bu uzluksiz och qolish amaliyotiga o'xshaydi. Bu amaliyot gormonlar miqdorini muvozanatga keltirib, oksidlanish, stressini bartaraf etishi va umumiy yallig'lanishni kamaytirishni isbotlangan. Vujudingiz qancha kam ovqat iste'mol qilsa, u hazm qilishga shunchalik ham diqqat qaratib, ba'zi kasalliklardan tuzalishga shunchalik ko'p e'tibor beradi. 8-odat: suvni o'tirgan holatda 3 yutumda ichish. Muhammad sallallohu alayhi va sallam suvni o'ng qo'lida o'tirgan holatda va bismillah deb suvni 3 yutumda ichganlar. Oxirida alhamdulillah deb qo'yganlar. Bugun olimlar isbotlashdi. Agar odam qisqa vaqtda juda ko'p suv ichsa, boshi og'riydi. Qon elektrolitlari muvozanati buziladi. Ba'zan boshi aylanadi. Sekin ichish sizga amalda suyuqlikni yutish va undan foyda olishga yordam beradi. Shifokor olimlar yana shuni isbotlashdiki, suvni 3 yutumda ichish yurak urishini va qon oqimini yaxshilaydi. 7-odat: halollik va rostgo'ylik. Payg'ambarimiz halolligi bilan shuhrat qozongan. U kishiga oshkora dushman bo'lgan majusiylar ham o'z zeb-ziynatlarini ishonib qoldirishgan. Payg'ambarimizning samimiyligi va halolligi bir sinovdan o'tgan. Mushriklar payg'ambarimizni haqorat qilib, sahobalarni kamsitib, o'z uylaridan haydab chiqarishganda, u odamlarga zeb-ziynatlarni qaytarib berish uchun o'z jiyani Ali ibn Abu Tolibga ko'chib o'tishni 3 kunga kechiktirishni buyuradi. Halollik va rostgo'ylik shaxsiyatimizni ulug'laydi. Jamiyatda hurmatimizni oshiradi. 6-odat: yoqimli tabassum. Payg'ambarimiz har bir kishiga tabassum qilganlar. Tabassum barcha g'am-g'ussa va tanglikni bartaraf qiladi. Sahobalar aytishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kabi ko'p tabassum hadya etgan odamni ko'rishmagan ekan. Payg'ambarimiz sening birodaringga qarab qilgan tabassuming ham sadaqadir, deya marhamat qilganlar. Bu harakat tabassum bunchalar ahamiyatli, buyuk va oddiy ekani, shunchaki tabassum qilganing uchun mukofot beriladigan bu din qanchalik go'zal ekani. 5-odat: kam, sekin va birgalikda tanovul qilish. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bunday o'g'it berganlar. Me'daning 3dan birini ovqat, 3dan birini suv, qolgan 3dan birini nafas olish uchun bo'sh qoldir. Kasallik paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun kamroq yeyish odati payg'ambarimiz tomonidan ta'kidlanib, ancha keyinroq ilmiy isbotlangandi. Taomni sekin tanovul qilish esa kamroq ovqat yeyishga imkon berib, hazm qilishga ko'maklashadi. Payg'ambarimiz shunga amal qilganlar. Hozir ma'lumki, vujudimiz miyaga, me'da to'lgani haqida xabar yuborish uchun 20 soniya vaqt ketadi.
birgalikda tanovul qilishga kelsak, payg'ambarimiz ayri holda emas, birgalikda taomlaninglar degan edilar. Bugun shu narsa isbotlandiki, ovqatni baham ko'rish va undan lazzatlanish stressni bartaraf etib, oilani totuv qiladi va bolalarda sog'lom ta'm odatlarini rivojlantiradi. 4-odat. Rost gapirish. Muhammad sallallohu alayhi va sallam hamisha rost gapirganlar. Hatto dushmanlari ham uning rost gapirishini tasdiqlashgan. Islomning ashaddiy dushmanlaridan biri bo'lmish Abu Jahl bunday degan: "O Muhammad, seni yolg'onchi deganim yo'q. Men shunchaki sening ta'limotingni va odamlarga targ'ib qilayotgan diningni inkor qilyapman xolos." Inson hamisha rost gapirsa, ichki xotirjamlikka erishadi va qolganlar unga ishona boshlaydi. 3-odat. Erta turish. Payg'ambarimiz erta yotib, erta turganlar. Har kuni bomdod namoziga azon aytilgan zahoti uyg'onganlar. Fan nuqtai nazaridan erta turish odati ishchanlik qobiliyatini oshirib, ruhiy sihatga yaxshi ta'sir qiladi. 2-odat. Misvoq ishlatish. Payg'ambarimiz misvoqni ko'p ishlatganlar va bizga ham tavsiya etganlar. Misvoq ham sog'likka foydali, ham shifo beradi. U tishlarni mustahkam qiladi, oqartiradi, tish og'rig'ini, chirishini va og'izdan keladigan yomon hidni to'xtatadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 1986 va 2000-yillarda e'lon qilingan og'iz bo'shlig'iga oid hisobotlarda misvoq ishlatishni tavsiya qiladi. 1-odat. Har bir ishni bismillah so'zi bilan boshlash. Muhammad sallallohu alayhi va sallam har bir ishga bismillah deb kirishganlar. Chin yurakdan bismillah desa, u Allohning marhamatini qozonadi. Alloh unga boshlagan ishida madad beradi. Agar videoyimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.